texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalangan holda turli jarayon, shu geografik omillar, jarayonlarni o'rganish kiradi. Endi mana shu GATTni tarkibida nima tashkil qiladi? GATT o'zi nima? Qishloq xo'jaligida shunchalik shuni kiritish qanchalik o'rinli degan savolni javob topishimizdan oldin GATTni tarkibiy qismi haqida to'xtalib o'tishimiz kerak. Demak, GATT bu qo'pol qilib aytganda bu qishloq xo'jaligida kompyuterlashtirish tizimini kiritish, ya'ni axborot texnologiyalarini joriy qilish. Endi buni olib borish uchun nima bizga kerak? Avvalambor har bir axborot texnologiyalarini ishlatishimizdan oldin biz tayyor dasturlardan foydalanamiz, to'g'rimi? Masalan, kompyuterda biror bir yozish ishlarini olib borishimiz uchun Word dasturidan foydalanamiz. Hisob kitoblarni olib borish uchun, hisoblash uchun Excel dasturlari, ilovalaridan foydalanamiz. Men aytmoqchimanki, demak, dastur bu asosiy GATTni tarkibiy qismidir. Endi mana shu dasturni ichini biz ma'lumotlar bilan to'ldiramiz. Bu qanday ma'lumotlar? Bu, ya'ni biz nimadirni o'rganish bo'lsa, ya'ni tabiatda bo'layotgan jarayonni o'rganishimizda shu geografik axborot tizimlari, GATTni imkoniyatlari nima vazifani bajarish berishda biz shu kompyuterga, ya'ni dasturlarga yuklatayotgan ma'lumotlarimiz kiradi. Ma'lumotlarga nima bo'lish mumkin? Masalan, misol qilib, tuproqlarda kechuvchi biror jarayon deylik, masalan, eroziya jarayonlari bo'lsa, tuproqlar haqidagi ma'lumot, tuproqlarning xos xususiyatlari, eroziya jarayonlarini keltirib chiqaruvchi omillar. Bu eroziya nima o'zi? Bu suv yoki shamol ta'sirida tuproqning unumdorlik qatlamini yo'qolishi. Demak, bizga yana nima ma'lumotlar kerak eroziya jarayonlarini o'rganishda? Iqlim sharoiti ma'lumotlari, o'simlik dunyosi, antropogen omillar va hokazolar. So'ngra keyingi komponent bu bizda uslub. Har bir dasturdan foydalanishdan oldin biz biror bir uslubdan foydalanishimiz kerak. Masalan, formulalar qo'yish usuli bo'lishi mumkin, xarita chizish uslubi bo'lishi mumkin, yoki boshqa biror bir interpolyatsiya qilish usullari bo'lishi mumkin. Ya'ni bizda oxirgi natijani berish uchun uslubdan foydalanishimiz lozim. Va shu ishlarni olib borish uchun aynan mutaxassis, ya'ni siz bilan biz bo'lishimiz kerak. Mana shu muammoni o'rganishimiz uchun. Va eng asosiysi vosita qurilmalar. Bu degani axborot texnologiyalari deganimizdanki, bu ya'ni kompyuter, skaner, printer, digitizer, ya'ni xaritalarni rasmini chiqarib beradigan va boshqa qurilma uskunalar bo'lishi shart. Mana shu dastur, ma'lumotlar, uslublar, mutaxassis qurilma tashkil qiladi bizda GATTni asosini. Endi biz keyingi slaydga o'tadigan bo'lsak, dasturiy ta'minotlar GISda, ya'ni GATTda juda ham ko'p, ularning imkoniyatlari ko'p. Bilsanglar, bitta rasm chizishimizda o'zida qancha dasturlar bor. Geografik axborot tizimlarida ham o'ziga yarasha dastur va ilovalari juda ham ko'pdir. Ulardan eng ko'p tarqalgani, eng ko'p ishlatadiganimiz bu ArcGIS, hozir 10-versiyasi mavjud. ArcGISdan keyin MapInfo, QGIS, MapInfo, umuman bu har bir dasturni tanlashingizdan oldin uni imkoniyatlarini bilishingiz kerak. Bir xil dasturlar pulli bo'ladi. Masalan, qancha imkoniyati keng bo'lsa dasturni ishlov berish uchun bu shunchalik qimmat dastur bo'lishi mumkin. Ayrim dasturlar, masalan, QGIS dasturi bu ochiq, foydalanishga imtiyozi bo'lgan dasturlardan biri. Buni internetdan o'zingizlar ham yuklab olish imkoniyatiga ega. Demak, dastur tanlashda siz qilayotgan, rejalashtirayotgan ishingizni, maqsadini, vazifasini bilgan holda, dastur imkoniyatlarini bilgan holda dasturni tanlash nimasiga egasiz. Endi qurilmaga nima kiradi? Qurilmaga asosan skaner, bu rasmlarni
bir holatdan ikkinchi holatga o'tishingiz uchun klaviatura, digitizer bu qog'oz variantidagi xaritalarni elektron holatga o'tishingiz uchun, kompyuter sichqonchasi, rasm olish uchun turli xil fotoapparatlar, mikrofonlar va boshqa turdagi joystiklar kirishi mumkin. Endi mutaxassis xodim sifatida bu muammoni o'rganuvchi shaxs, ya'ni bu yo tuproqshunos, yo ekolog, yo geograf, ya'ni mana shu yechilishi kerak bo'lgan vazifani amalga oshiruvchi shaxs mutaxassis hisoblanadi. Endi uslubiy qurilmalarga bu metodik yondashuvlar, ya'ni GISni, ya'ni GATni o'ziga yarasha turli xil imkoniyatlari ko'p. Bir xil imkoniyatlari xarita chizib beradigan bo'lsa, ikkinchi imkoniyatlari u hisob kitob ishlarini olib boradi. Bir xil imkoniyatlari hisobot ko'rinishida ma'lumot berish mumkin. Lekin GATni yakuni asosan xarita hisoblanadi. Ya'ni qandaydir bir geografik jarayonni aks ettiruvchi elektron xaritalar hisoblanadi. Endi men sizlarga GATning imkoniyatlarini tahlil qilganimda oddiy bir misol tariqasida bir misol keltirmoqchiman. Masalan, siz biror bir uy xarid qilib olmoqchisiz, to'g'rimi? Rejangizda uy sotib olish bor. Endi uy sotib olishdan oldin siz o'zingizni bir nechta savollar sizni qiziqtiradi. Birinchi savol bu olayotgan uyingiz, rejalashtirishgan uyingiz, olmoqchi bo'lgan qayerda joylashgan? Manzil, to'g'rimi? Albatta shaharda bo'lsa, yo metroni yaqin orasida, yo ishlash joyingizni oldida, demak qulay va joylashgan bo'lishi kerak. Ikkinchisi, uyni olayotgan uyingizni tasnifi. Necha qavatdan iborat, necha xonadan iborat? Lifti bormi, g'ishli uymi, betondan qurilgan uymi? Ikkinchi savol sizni shu qiziqtiradi. Uchinchi savol, qanchalik mana shu sotib olayotgan uyingiz oldida maktab, do'kon, masalan, nima desamki, ya'ni vrachlar xizmat ko'rsatadigan poliklinika yoki bolalar bog'chasi, ya'ni aytmoqchimanki, hayotda zarur bo'lgan obyektlar qanchalik shu uyga yaqin orasida bor. Sababi yaqin bo'lsa sizga qulay, transportdan foydalanmagan holda sizga kerak bo'lgan manzilga tezlik bilan yetib borasiz. Uy, masalan, keyingi savol qiziqtiradi. Uy qaysi yer uchastkasida joylashgan? Ya'ni qaysi hududda, qaysi nimada, suv obyektidan, yo'ldan uzoqmi, poyezd yo'li bo'lsa yoki boshqa biror avto yo'ldan uzoqmi? Demak, o'ziga yarasha savollarga, mana shu savollarga javob berishda GISni, GATni o'z o'rni bor. Mana shu yuqorida qayd etgan savollarning hammasi GATga ma'lumotlar bazasiga, ma'lumotlar to'plamiga kiritsangiz, shuni ko'rsatib beradigan sizda GAT turli xil elektron xaritalar yaratib beradi va masalan, uyni adresini bossangiz, u qayerda joylashganini xaritasini ko'rsatish mumkin, uyingiz rasmini ko'rsatish mumkin. Demak, siz to'ldirmoqchi bo'lgan ma'lumotlar bilan boyitiladi. Endi ikkinchi qism, bu aynan amaliy qism, men tezlatdim. Qishloq xo'jaligida, ya'ni shu sohamizda qanday qilib biz GISdan foydalanamiz, GATdan foydalanamiz degan savolga hozir ikkinchi qismda bizni yana kuni kecha mana o'tgan kuni himoya qildilar. Aynan shu mavzudagi dissertatsiya yoqladilar. Tog'li hududda bo'layotgan, kechayotgan eroziya jarayonlarini GAT yordamida aniqlash va baholashga qaratilgan dissertatsiya mavzulari bo'yicha himoya qilgan Azamxon aka sizlarga ozgina shu haqida, ya'ni kartografik ma'lumotlar, rasmlar ko'rinishdagi nima bilan sizlarga hozir axborot berib o'tadilar. Avvalambor assalomu alaykum hammaga, hurmatli talabalar. Ovoz yaxshi eshitilyaptimi? Xo'p, bu tuproqshunoslikda GAT texnologiyadan foydalanish degan mavzu adashmasam sizlarga ham yangi emas. Umuman bu
o'quv kurslari, mashg'ulotlar bilan darslar davomida yoki o'quv rejasida tayyorlangan yoki dars mashg'ulotlar o'tilgan bo'lishi kerak yo yangilikmi? Birlamchi ma'lumotga ega bo'lsangizlar, demak, xo'p, amaliy mashg'ulot qismiga yangi nimadan foydalanib o'tamiz. Bunda e'tibor qaratamiz. GAT oilasiga taalluqli bo'lgan ko'rinyaptimi slayd hammada? Kattalashtiraymi? Juda sust ovozi. Hozir. Xo'p, GAT texnologiyalari va umuman GAT oilasiga kiruvchi ArcGIS ilovalari va tuproqshunoslik va boshqa sohalarda qo'llanish haqida ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Avvalambor bu GAT oilasida bajarilayotgan kartografik asosimizni, demak, mavzuli kartalarimizga xos bo'lgan atributiv ma'lumotlar bilan to'ldirishimizga to'g'ri keladi. Bular esa o'sha GAT dasturlarida tanish bo'lsangizlar yaxshi bilasizlar. Bu o'sha qatlamlar, ya'ni slowlar deb ajratiladi. Ingliz tilida kimdadir ustanovka qilib ishlab ko'rgan bo'lsa, layer ko'rinishida bo'ladi va har bir joyiga, hududga mos bo'lgan atributiv ma'lumotlar uchun alohida qatlamlar yaratiladi va ularni ish so'ngida biriktirish orqali, mana bu so'ngida ko'rinyaptimi hammaga? So'ngidagi 3 o'lchamli tasvirdagi yoki umuman olganda 2 o'lchamli tasvirdagi yaqqol tugallangan mavzuli kartografik asoslarni yaratib olishimizga imkon yaratadi. Bunda o'sha, demak, mavzuli kartografik asosimizga mos bo'lgan 2D yoki 3D, o'sha bugunning trendlaridan biri bo'lgan 3D ko'rinishda formatdagi o'sha, demak, kartografik modellarni yaratish imkoniyatini yaratib o'tadi. Bunda qanaqa o'sha GATning nimalaridan foydalanishimiz mumkin? Bu yerda o'sha yuqorida aytib o'tilgan GAT nima, GAT tizim vazifalari, tuproqlanish sohasida qo'llanish va istiqbollari, GATning qo'llanish sohalari kabi rejalar asosida ko'rib o'tsak darsimizning ikkinchi qismini. Umuman olganda bu haqda ma'lumot berdilar ustoz, dasturni o'rganish va hokazo. GATning tizim vazifalari nimadan iborat? Bugungi kunda sizlar boshqa umumiy tuproqshunoslik sohasiga oid bo'lgan darslardan bilasizlarki, demak, o'sha boshqaruvsiz, ya'ni o'sha inson omilini cheklagan holatda butun jahonda shunaqa jarayonlar amalga oshirilyaptiki, inson omilini cheklagan holatda avtomatik ravishda boshqariluvchi agrotexnik texnologiyalardan foydalanish, ularning imkoniyatlaridan foydalanish, demak, ish jarayonlarida ularning samaradorligini oshirish va shu kabi bir qancha monitoring ishlarini olib borishda o'sha zamonaviy texnologiyalar o'zlarini shu jadal rivojlangan davlatlarda o'zining salmog'ini qo'shib bormoqda. Bu yerda ko'rinib turibdiki, yuqoridagi rasmda hammaga ma'lum, o'sha dronlar orqali o'simliklar holatini baholash, o'rganish va o'simliklarda kechayotgan jarayonlarga o'sha, demak, kerakli bo'lgan o'sha natijaviy ishlar agrotexnik tadbirlarni qo'llash imkoniyatlarini beruvchi ma'lumotlar bazasi yig'ish usullari. Keyingi o'rinlarda esa Sputnik tizimlari, demak, global va mahalliy internet tarmoqlaridan foydalangan holatda uchastkalarni boshqarish va bugungi kunda bizda ham o'sha urf bo'lmoqda, o'sha haydovchisiz qishloq xo'jaligi texnikalari, ya'ni traktorlarni o'sha Sputnik yordamida yoki dronlar, umuman lokal tizimli Wi-Fi tarmoqlar orqali statsionar holatda boshqarish imkoniyatlari ko'rib chiqilmoqda. Mana quyidagi rasmlarda esa hatto o'sha g'alla o'rishda ham o'sha, demak, inson omili cheklangan holatda boshqariladigan texnikalarni ko'rib o'tishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, yerni masofadan zontlash ishlari amalga oshiriladi. Bunda nima qilinadi? Bunda o'sha ishlar ikkita o'rinda amalga oshiriladi. Birinchi o'rinda o'sha dala tadqiqot ishlari bo'lsa, ikkinchi o'rinda statsionar holatda, ya'ni kabinetdan chiqmagan holatda yerlarni masofadan zontlash va ular yerga xos bo'lgan, hududga xos bo'lgan atributiv ma'lumotlarni qayta ishlash orqali o'sha o'zimizga kerakli bo'lgan ishlarni amalga oshirishda, demak, ma'lumotlar bazasini yig'ishdan iborat bo'ladi. Shunga ko'ra o'sha dala tadqiqot ishlarida sizlarga ko'p darslarda o'tilganki, o'sha geologiya, adashmasam, geodeziya fanlaridan o'tilgan turli xil yerni o'lchash asboblaridan, ya'ni o'sha teodolit, niveller va o'sha GPS uskunalari, GNSS uskunalari va hokazolar haqida ma'lumotlarga egasiz deb o'ylayman.
Shu bu uskunalarni dala jarayonida ishlatish, keyin o'sha yerni masofadan zondlash orqali ma'lum ochiq saytlardan rasmlarni olish va tadqiqotlar davomida o'sha dalada olingan tuproq namunalaridan olingan o'sha tahlil natijalarini ularga biriktirish va shu kabi bir qancha ishlarni birgalikda amalga oshirishlaridan o'sha lavhalar keltirib o'tilgan. Xo'p, keyingi o'rinda nima? Yuqorida aytib o'tdik, bu o'sha zamonaviy o'sha inson omilini cheklovchi, ya'ni o'sha insonni texnikalardan ajratuvchi moslamalar hisoblanadi. Inson o'rnini egallab bormoqda. Bular avtomatik o'sha boshqaruv tizimlarini joriy qilib, o'sha texnikalarga o'rnatiladi va ularni kabinetda o'tirgan holatda bitta odam deylik 20 ta, 30 ta va hokazo bir qancha bo'lgan texnikalarni bir o'rinda o'sha bitta shaxsiy kompyuterlar orqali boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan qurilmalar hisoblanadi. Bular avtomatik boshqaruv datchiklari hisoblanadi. Bularning bugungi kunda bir qancha o'sha rivojlangan mamlakatlar va rivojlangan kompaniyalarning o'sha demak bir qancha turlari bor. Bu qurilmalarning bugunda keng ishlatilmoqda hamda tuproqshunoslik sohasida qo'llanilish va istiqbollariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, masofadan turib zondlangan o'sha olingan tasvirlarni tuproq dala ma'lumotlari bilan birga biriktirgan holatda dalaning joriy holatini, demak kunlik, oylik yoki umuman olganda soatlik, sutkalik, hatto o'sha eng qisqa muddatdagi o'sha o'zgarishlarni ham bilishimiz mumkin. Bunda ko'rinyaptiki, mana rasmda ko'rinib turibdiki, bitta statsionar holatda hozirgi klasterlarda rivojlangan o'sha klasterlar bundan foydalanmoqda. Bitta statsionar holatda kabinetda o'tirgan holatda bitta boshqaruvchi deylik nechta texnikani boshqaryapti. O'sha yomg'irlatib sug'orish uskunasini, o'sha yerlarni agatlab ochish traktorlarini, o'sha bu nima g'alla o'rish, paxtaga ishlov berish, umuman boshqa ekinlarga ishlov berish va hokazo agrotexnik tadbirlarni demak boshqarish imkoniyatiga ega bo'lgan tizim haqida bu yerda turilgan va bu o'sha masofadan turib boshqarish texnologiyalari hisoblanadi. Bunda asosan optik datchiklar, ya'ni yuqorida aytib o'tgan sezgir moslamalarimiz va aniq dehqonchilik tizimlari va texnologiyalarini yaratishda demak dasturiy amal bo'lib hisoblanadi. Bu yerda tuproqshunoslik sohasida qo'llanadigan kartalar menimcha slaydga o'tmayaptimi? Boshqa slaydlar ko'rinmayapti-da, agar siz o'sha Madina biz orqaga o'tib qoldikmi deyapman-da, Madina o'sha qo'lni ochganingiz slayd. Hozir ko'ramiz. Ko'rinyaptimi sizda? Karta sxema ko'rinishi kerak. Karta sxemalari ko'rinyaptimi? Tuproqshunoslik sohasida qo'llanadigan va istiqbollari haqidagi karta sxemasi. Bu o'sha dala kartalari hisoblanadi. Bu dala kartalar hisoblanadi. Biz tuproqshunoslik sohasida agar dalaga chiqqanimizda biz dalada o'zgarmas orientirlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan dala kartalari qo'limizda bo'lishi kerak bo'ladi. O'sha soha vakillari sifatida bu kartalarda nimalar belgilangan? Bu kartalarda o'sha o'zgarmaydigan orientir deganda nimani tushunamiz? Auditoriyaga savol. Savolga tushunarlimi? Savol tushunarlimi? Hurmatli talabalar. Dala kartalaridagi o'zgarmas orientirlar deganda nimalar ko'z oldimizga keladi? Xarita bilan ishlashda hurmatli talabalar, mana xarita qo'lingizda turibdi. Xarita bilan ishlashda sizlar asosan nimaga tayanasizlar? Birinchi navbatda mana qo'lingizda xarita turibdi. Tuproq ish amaliyotini bajarishingiz kerak. Shu xaritani o'qish uchun xaritani nimalariga ahamiyat berasizlar? Savol tushunarlimi? Shartli belgilar. To'pa-to'g'ri shartli belgilarga, xo'p, relyef sharoitiga, hududning joylashgan zonalarga. Endi biz so'rayotgan narsamiz, mana shu xaritada hozir siz qayerda turganingizni qanday bilasiz? Turgan joyingizni aniqligini bilishingiz uchun.
sizlarni ko'p qiynamagan holatda davom ettiramiz. Bu xaritalarda aytdingizlarki, o'sha demak shartli belgilarni o'qib orientir olamiz dedingizlar. To'g'ri. Shartli belgilarda kiritilgan nimalar asosiy kiritilgan? Dala kartalarida hech qanaqa tuproq ma'lumotlari kiritilmagan bo'ladi va bu yerda siz nimaga e'tibor qilasiz? Demak, o'tkazilgan transport yo'llari, o'sha poyezd yo'llari bular o'zgarmas hisoblanadi. O'sha dalalar o'rtasidagi zovurlar, aholi punktlari, maktablar, alohida muhofaza qilinadigan boshqa yer turlari hamda o'sha fermer xo'jaliklariga tegishli bo'lgan dalalar hamda dalalar chekkasidagi o'sha deylik o'sha latok ariqlar, o'zgarmas o'sha suv obyektlari hamda dala shiyponlari kiritilgan bo'ladi kartalarda. Kartalar masshtabi ko'p holatlarda dala kartalari necha masshtabda bo'ladi? Birga 10 mingta, birga 15 mingta, birga 25 mingta, to'g'rimi? Maqsadga ko'ra men ozgina yordam beraman. Issiq 3-para bo'lsa kerak bo'ladi, ancha charchashgan, mayli nima qilmay tushuntirib o'tira qolinglar. Demak, o'sha eng kamida 10 ming masshtabli yoki 15, 20 ming, 25 ming masshtabli kartalardan foydalanamiz. Demak, kartalarda o'zgarmas orientirlar olingandan so'ng tadqiqot maqsadiga ko'ra tuproq namunalari olish sxemasini joylashtirib chiqamiz. Sizlarga o'sha oldingi kurslarda o'tilgan darslarda ma'lumki, demak agrexim kartogrammalar uchun har 3-5 gektardan konvert usulida olinadi. Tuproq bayntirovkasi kartogrammalari uchun 2013-yilda o'sha Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan qarorlarga ko'ra har 50 gektardan bitta asosiy hamda 10 gektardan bitta qo'shimcha tuproq razreslari qozilib, tuproq namunalari olinadi. Sho'rlanish kartogrammalari uchun esa har 18 gektardan bitta asosiy va 5-10 gektardan bittadan qo'shimcha tuproq namunalari olinib, demak laboratoriya tahlillari o'tkaziladi. Shunga ko'ra yuqoridagi o'sha dala kartalari edi. Dalaga chiqqanimizda o'sha qo'limizda bo'ladigan asosiy tuproqshunoslarning qurollaridan biri hisoblanadi. Xo'p, keyingi o'rinda kartamiz ko'rinyaptimi? Bu karta demak tuproqlarning sifat bahosiga ko'ra o'sha ma'lum bir hududda olingan kartalar hisoblanadi. Bunga ko'ra o'sha fermer xo'jaliklari konturlari biriktirilgan va ranglarda ajratilgan bo'ladi. Pastdagi agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, pastdagi shartli belgilar ranglarda esa ularning demak tuproq sifat bahosiga ko'ra necha balda aniqlanadi? O'lchanadi? 100 ballik tizim. Demak 5 ta klassi bor. Rahmat, tushuncha berib o'tamiz unda. Demak 5 ta klassi bor. Bilamiz 1 2 3 4 5 baholi yerlar va bular o'z navbatida har bir baho 20 ballni o'z ichiga olib 100 ballik sistemada ballanadi. Shunga ko'ra 5 ta rangda ajratiladi va deylik o'sha pushti rangdan, mana bu pushti rangdan yashil, to'q yashil ranggacha bo'lgan oraliqda demak o'sha 0 baldan 100 balgacha bo'lgan balda baholanadi va shunga ko'ra fermer xo'jaliklari yer sifat bahosiga ko'ra demak o'sha soliqqa tortiladi va shunga ko'ra sentner hisobida davlatga o'zlari majburiyatlarini ado etishiga to'g'ri keladi. Xo'p, keyingi o'rinlarda bundan tashqari tuproq tadqiqotlarida demak agreximiyoviy kartogrammalar ham o'rin oladi. Agreximiyoviy bu sho'rlanganlik kartogrammasi ekan. Sho'rlanganlik kartogrammasi ham xuddi shunaqa balda ifodalanadi va ular ham rang klasslarida ajratiladi. Bundan tashqari hududga mos, iqlim sharoitiga mos bo'lgan tuproqlar o'sha o'zlarining tuproq ayirmalar o'tkazilib, tuproq ayirmalari o'sha olimlar tomonidan maxsus tadqiqot ishlari olib borilib ayirmalarga ajratilgan va shu ayirmalardagi o'zgarishlar yillar davomida o'rganiladi. Bunga ko'ra o'sha ayirmalarga mos bo'lgan tuproq razreslari o'rnatilib, tuproq namunalari laboratoriya sharoitiga olib kelinadi va tahlil qilinib, olingan natijalar kartografik asoslarga biriktiriladi hamda sizlarga ko'rinib turgan mana bu sho'rlanganlik kartogrammalar hosil bo'ladi va o'sha bu viloyat, tuman, qishloq xo'jalik boshqarmalariga topshiriladi. Shunga ko'ra bu ham o'sha 5 balda ballanib, yuqoridagi sifat bahosi kabi ballarda ifodalanadi. Faqat mavzulik jihatdan bu o'sha sho'rlanganlik
darajasiga ko'ra kartografik asoslari hisoblanadi. Xo'p, keyingi o'rinimizda o'sha yuqorida ham aytib o'tdik, agrokimyoviy kartografik asoslari yaratiladi hududning. Bu har bir fermer xo'jaliklariga nima uchun kerak? Bu fermer xo'jaliklariga o'sha ekilayotgan ekinlarning oziq moddalariga bo'lgan talabini qondirish uchun o'sha agrokimyoviy kartogrammalar kerak. Shu asosida fermer xo'jaliklariga va ekin turiga mos bo'lgan o'g'itlar kilogramm, tonna va hokazo miqdordagilar fermer xo'jaliklari uchun ajratiladi. Shunga ko'ra, yuqorida ko'rib turganingiz birinchi rangdagisi, yashil rangdagisi azot bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra kartografik asos hisoblanadi. Demak, keyingisi fosfor bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra va uchinchisi o'sha kaliy elementi bilan ta'minlanganlik darajasiga ko'ra hududning kartografik kartalari hisoblanadi. Demak, NPK miqdori, NPK ning ta'minlanganlik darajasiga ko'ra kartografik asoslari bilan tanishib o'tdik. Demak, hozir sizlar ko'rib o'tdinglar kartografik asoslar. Demak, GATni asosini nima tashkil qilar ekan? GATni asosini mana shunday ko'rinishdagi elektron xaritalar tashkil qiladi. Natijada siz qancha ma'lumot ko'p kiritsangiz, shuncha xaritangiz sizda mazmunli, maqsadli, keng qamrovli, informativ kartalar bo'ladi. Endi bu usulga o'tish nima uchun kerak degan savol tug'iladi. Avvalambor biz an'anaviy qog'oz usulida yaratayotgan kartalarimiz, bilasizlar, yangilash uchun butun bir xaritani boshqatdan chizib, boshqatdan konturlarni kiritib, boshqatdan rang berib, ish vaqti, ish kuchi, vaqt juda ham katta mablag' vaqt sarf bo'ladi. Bu elektron xaritalarni ustuvorligi nimadaki, ularni xohlagan vaqtingizda yangilash ehtimoli bor va faqatgina ma'lumotlar bazasiga kiritilgan jadvallarni yangilab tursangiz, masalan 10 yil oldin tuproqda tarkibidagi azot, fosfor, kaliy 10 yildan keyin boshqa ko'rsatkichlarga ega bo'lsa, yangi ma'lumot bilan to'lsangiz, avtomatik ravishda mana shu xaritalaringizni maydonlari, chegaralari o'zi o'zgartiradi. Imkoniyatlari shunday. Ya'ni bu aniq ma'lumotlarni berish, vaqt tejash, ish kuchini tejash va real ma'lumotlar bilan to'ldirish xususiyatiga ega. Bizga ma'lum, hozirgi vaqtda sun'iy intellektni qo'llagan holda qishloq xo'jaligini olib borish nima rag'batlantiryapti. Aniq dehqonchilikka o'tish haqida mana Azamxon akalik gapirib o'tdilar. Bu juda ham o'rinli ish, sababi texnikani boshqarish, ya'ni kontaktsiz deyiladi, bezkontaktni, ya'ni inson omilisiz tashqaridan bir necha texnikani boshqarish, bu hozirgi kirib kelayotgan innovatsion yondashuvlardan biridir. Bu birinchidan ish kuchini sarfini kamaytiradi, ikkinchidan bir vaqtni o'zida bir nechta texnikani boshqaruv nimasiga ega bo'ladi. Endi men ozgina vaqt qoldirganimizda sizlardan savol kutaman. To'g'ri, birinchi ma'ruza juda ham sizlarga hozir, agar sizlar bu fan endi yangi kirib kelayotgan bo'lsa, savollar tug'ilgan bo'lishi mumkin yoki qiziqish uyg'otgan bo'lishi mumkin sizlarga. Shuning uchun sizlarning savollaringizni kutamiz. Balki tushunmagan joylaringiz bordir. Savol berib bemalol savollaringizga javob olishingiz mumkin. Kimda savollar bo'lsa beringlar. Bemalol xato berdim deb nima qilmanglar, o'ylamanglar, uyalmanglar. Biz shu uchun bormiz, shu sizlarga tushuncha, sizlarga bilim, sizlarga yangilikni kiritishimiz uchun. Kimda savollar bor? Bemalol beringlar. Eshitilyaptimi? Qizlar, asosiy kontingent qizlardan iborat ekan auditoriyada. Shuning uchun bemalol savollarni beringlar. Uyalmasdan. Kimda savollar bor? O'zi ovozimiz eshitilyaptimi? Eshitilyaptimi? Internet qotdi shekilli. Internet qotdi.
Endi mana bitta nima, mana shu bizda sal internet masalasi nima bo'lyapti? Ishlayapti. Ishlayapti. Eshitilyaptimi endi? Ha, eshitilyapti. Eshitilyapti. Auditoriyaga savollar bo'lsa marhamat. Gap texnologiyalari asosida yaratilgan xaritanomalar, kartografiyalar har necha yilda yangilanadi degan savol bo'lyapti. Agrokimyoviy kartanomalar, moddalar ta'minlanishi. Rahmat savolingiz uchun. Endi xaritalarni yangilashga o'zingizga bog'liq. Qancha siz ma'lumot yangi laboratoriya sharoitida shu tuproq tahlillarni olib borib natijaga ega bo'lsangiz, qancha kompyuter dasturiga ma'lumot kiritsangiz, shunchalik yangi. Har kuni ham yangilanish mumkin, har oyda yangilanish mumkin, har kunda. Demak, siz kiritilayotgan ma'lumotingizga bog'liq. Shu o'rinda to'ldirib o'tmoqchiman. Agar davlat dasturlar doirasida bo'lsa, bu endi ustoz shaxsiy klasterlar uchun nimani javobni berdilar. Agar davlat dasturlar doirasida bo'lsa, bunga demak O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi hamda o'sha Moliya vazirligi tomonidan tasdiqlangan huquqiy me'yor hujjatlarga asosan o'sha agrokimyoviy kartografik asoslar 3-5 yilda o'tkaziladi. Buni o'sha moliyalashtirish o'sha Moliya vazirligi hamda Qishloq xo'jaligi vazirligi bo'yinda turadi va fermerlardan hamda o'sha tuman, viloyat qishloq xo'jalik boshqarmalari schyot raqamlaridan hech qanaqa pul olinmaydi bu mablag'lar uchun. Davlat hisobidan undiriladi. Bundan tashqari o'sha bonitrofka ishlari, ya'ni tuproq sifat bahosiga keladigan bo'lsak, bular 5-7 yil ichida o'tkazib boriladi, chunki o'sha O'zbekiston Respublikasida bu bilan ishlovchi tashkilotlar soni kamligi uchun, demak o'sha 3-5-7 yil orasida demak har bir viloyat qayta yangi kartografik xaritanomalar yaratilib o'tiladi. Sho'rlanish kartografik asoslari esa 6-7 yil ichida yoki 8 yil ichida qayta davlat tomonidan o'tkaziladi. Lekin bugungi kunda klasterlarimizni moddiy texnik bazalari hamda moliyaviy imkoniyatlari yetarli bo'lganligi uchun, o'zlari uchun hamda o'simliklarni maqbul oziqa elementlari bilan ta'minlash uchun bular o'sha o'zlarini shartnomalar qilib, o'sha tegishli tashkilotlar bilan deylik mavsumiy yoki o'sha yillik yoki umuman olganda o'simliklar bilan bog'liq jarayonlarda o'sha daladagi mavjud o'simliklarga xos bo'lgan vaqtlarda yoki o'g'it talablaridan kelib chiqqan holatda o'tkazishlari mumkin bo'ladi. Savol tushunarli. Rahmat savol uchun. Bu o'sha bugungi kunda fermerlariga ham, demak bizni Milliy universitet talabalariga ham va shu sohaga oid o'sha ilmiy ishlarni umuman tadqiqotlarni olib boruvchi barcha xodimlarga qiziqtirgan savol bu savol. Yaqinda televideniyada ham bu haqda ma'ruzalar bilan chiqdik. Bu GAT texnologiyasi asosida har qanday bu GAT asosan dastur hisoblanib, bunda yangilik yo'q. Faqat demoqchi bo'lganimiz sohalarga endi kirib kelmoqda. Yangilikni siz yaratasiz. O'zingizga kerakli bo'lgan o'sha kodlarni, demak kombinatsiyalarni to'g'ri kiritsangiz, yerning o'sha doimiy monitoring qilish davomida deylik o'sha sputniklardan olingan kunlik, demak sutkalik, haftalik, oylik ma'lumotlarni qayta ishlash orqali o'simliklarning o'g'itlarga bo'lgan talabi va o'g'itlarning sarfi haqidagi o'sha piksellardagi ranglar bilan farqlarni chiqarib beradi. Shunga ko'ra, agar siz kiritgan o'sha me'yorlarni kiritgan bo'lsangiz, sizga yana qancha me'yor kiritish kerak yoki qaysi me'yorni qaysi yerning o'sha dalaning qaysi konturiga qancha miqdorda kerakligini yoki qaysi o'sha gerbitsid, fungitsid va hokazolar bilan ishlov berish kerakligini ko'rsatib beradi. Bundan tashqari o'sha Milliy universitetda doktorantimiz Rahimov Hurmat aka tomonidan Agrexim taqsimotchi degan dasturiy ta'minot yaratilgan bo'lib, telefon mobil ilovasi yaratilgan bo'lib,
Bu mobil ilovasi hozirda o'sha respublikaga joriy qilish aktini kutib turmoqda. Bu ma'lumotga fermer xo'jaligi o'zi haqidagi ma'lumotlarni kiritsa, bu demak bu yil hisobida yoki umuman o'simligiga mos bo'lgan qancha kilogramm azot, fosfor, kaliy yoki va hokazo boshqa o'sha demak kerakli bo'ladigan o'g'itlarni yoki o'sha zararkunlarga qarshi kurash vositalarini, me'yorlarini chiqarib beradi. Rahmat savolingiz uchun. To'g'ri, bu o'sha Crop Agro degan internetda kirib ko'rishlaringiz mumkin. Faqat dostуп sizlarda yo'q. O'sha fermer xo'jaliklarining sertifikatlar orqali kiriladi, lekin Crop Agro degan internetda ochiq internet tizimida ishlaydigan O'zbekistonda o'sha fermer xo'jaliklari va qishloq xo'jaligi yerlari uchun foydalanadigan dastur bor, katta platforma bor. Crop Agro deb nomi shunaqa. Bunda har bir fermer xo'jaliklari konturlariga davlat dasturi asosida olib borilgan kartografik, demak tuproq tadqiqot ishlari natijalari kiritilib, biriktirib qo'yilgan. Fermer xo'jaliklari o'sha o'zlarining konturlarini kiritish orqali o'sha azot, fosfor, kaliyga o'sha talablari, kartogrammalari, o'sha sho'rlanganlik darajalari, sifat bahosi, bali, uning sentineri va oziqaga bo'lgan o'simliklarning talabi haqidagi ma'lumotlari nulovoy обработкада kiritilgan joriy holati va bu o'sha aytdimki 3-5 yilda yangilanadi-ku. 3-5 yilda yangilansa faqat davlat tomonidan yangilanadi. Lekin bu yaratilgan yangi mobil dasturda siz davlatda o'sha 3-5 yilni kutmasdan o'zingiz ham yangi ma'lumotlarni o'sha tuproq laboratoriyalari bilan shartnoma asosida olingan ma'lumotlarni kiritib, demak o'zingizga kerakli bo'lgan vaqtda kerakli javoblarni olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi mana shu savolga mazgin to'ldirmoqchiman. Mana shu platformalar GISga nima bog'liqli joyi bor? Demak, mana shu platformalarga yuklatilgan kartografik asoslar hammasi GISda yaratilgan. Sababi qog'oz variantdagi xaritani platformaga yuklash imkoniyati yo'q va unga ishlov berish imkoniyati yo'q. Shu sababli har bir foydalanadigan kartografik ma'lumot raqamlashtirilgan holda GISda keyin konvertatsiya qilib platformaga yuklanadi. Shuning uchun hozirgi hamma yaratilayotgan platformalarning asosida ham GIS, ya'ni geografik axborot texnologiyalar yordamida tayyorlangan ma'lumotlar bazasi va kartografik asoslar turadi. Rahmat, eshitilyaptimi? Rahmat Babram qiziqish uyg'otganiga shu yo'nalish sizlarni. Asta-sekinlik bilan Babram sizlar ham shu sohaga, shu yo'nalishga kirib borasizlar. Sababi bu hozirgi vaqtni talabi. Shuning uchun biz telefon raqamlarimizni va nimalarimiz, elektron adreslarimizni kafedraga beramiz. Kimda savol bo'lsa, kimda biror bir yo'nalish bo'yicha qiziqish bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana uchrashamiz degan umiddamiz. Rahmat sizlarga. Qimmatli vaqtlaringizni ajratib talabalarimizga hozirgi zamon talabidagi ma'lumotlaringizni berganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Hurmatli talabalar, o'qishlarga omad tilayman. Menimcha sessiyalar boshlanyapti. Sizlar bilan O'zbekiston Milliy universiteti tuproqshunoslik kafedrasi biologiya fanlari doktori, professor Gulnor opa Jalilova bo'ldilar. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar. Universitetda kutamiz. Kelinglar. Rahmat. Telegramma shunaqa zapis odati bormi? Endi bilishim, shunaqa konferensiya qilish mumkin bo'lmagan. Bor.